Shamlar tuzilishi. Bozor ikki xil shamdan iborat ekan. Birinchisi qizil sham va yashil sham. Mana endi bu sham ikkita narsadan iborat. Birinchisi tana, mana shu ko'rinish va ikkinchisi uning soyasi yokida shpilkasi deb ataladi treyderlar tilida. Shpilkasi titili yoki soyasi deb atashinglar mumkin. Har bitta sham xuddi mana shu ikkita narsadan iborat, ya'ni tana va mana bu o'zidan uzun turgan shpilkasi. Birinchi shamimiz qizil sham. Qizil sham bu narxda tushishligini bildiradi. Buqa shami deb ayiq shami deb ataladi, ya'ni narx tushuvchi sham. Ayiq shami va sotuvchi emas, sotib yuboruvchilarni kuchini ko'rsatadi. Oluvchi emas, sotuvchilarni ko'rsatadi. Hamma shamlar o'zi trendda neytralniy holatda ochiladi. Neytralniy degani mana shunaqa holatda turadi ochilgan paytida. Keyin bunga o'sha ob'yom, pul kirishi bilan, agar pul kirsa, yashil sham bo'lib tepaga qarab o'sishni boshlaydi, narxni ko'tarib. Agarda pul chiqmoqchi bo'lsa, pastga qarab qizarib, pastga tushishni boshlaydi. Bitta shamimiz, qizil shamimiz yuqori qismidan ochiladi. Ya'ni ochilish nuqtasi yuqori qismida bo'ladi. Ochilish nuqtasi yuqori qismda bo'ladi. Yopilish nuqtasi tanasining ostida bo'ladi. Mana. Ochilish, yopilish deganda har bitta shamni o'zini davri mavjud va o'sha vaqt davomida u ochiladi va vaqti tugaganda yopiladi. Yopilish nuqtasi. Yopilish nuqtasi pastida, tananing ostida. Undan tashqari har bitta shamni o'zini maksimum nuqtasi va minimum nuqtasi mavjud. Mana. Uning soyalaridagi eng balandda turgani maksimum narxi, mana. Maksimum narxi, eng pastda turgani esa minimum narxi hisoblanadi. Endi narx nima degani? Masalan, narxda tushuntirib o'taman. Ochilish narximiz $3 ga to'g'ri keldi. Bu endi narxni tushiruvchi sham. Ochilgan nuqtasi $3 bo'lgandan keyin pastga tushish nuqtasi masalan $2,5 bo'lishi mumkin. Demak, bu soat o'zini vaqtida masalan 10:00 da $3 bilan ochildi, 16:00 da $2 bilan ochildi. Max narxi masalan $4 gacha ko'tarildi o'zining shpilkasi bilan. Minimum tushgan narxi masalan $1 gacha tushdi. Demak, har bitta shamda 4 ta narx borligini bildiradi. Birinchisi ochilish narxi $2,5 masalan, yopilish nuqtasi eng maksimum narximiz $4 gacha ko'tarilgan, eng minimum $1 gacha chiqqan. Demak, bitta shamda 4 xil narx bor ekan. Ochilish narxi, yopilish narxi, minimum va maksimum narxi bor ekan. Bu shamimiz tushuvchi sham, qizil rangda tushish shami yokida ayiq shami deb ataymiz. Ayiq shami. Endi bu nima edi? Mana. Bitta qizil shamni o'zini. Endi yashil shamga o'tamiz. Keyingi shamimiz yashil sham. Yashil shamimiz bunga teskari nisbat bilan yuradi. Teskari nisbat degani yashil shamimiz ostidan ochiladi. Ya'ni bu degani narxni yuqoriga ko'tarish uchun xizmat qiladi. Mana
Keyingisi yuqori tana qismi yopilish nuqta hisoblanadi, chunki narxni ko'tarib, keyin o'zini vaqtida yopiladi. Va minimum va maksimum narxlardan iborat. Minimumi uni va maksimum narx. Mana. Bunga narxlar nisbatida teskari holatda yuradi. Masalan, ochilish narximiz $3 bo'ladigan bo'lsa, $3dan ochildi, sotib oldik, masalan, $5 yopildi. Demak, $5lik narx. Undan keyingisi minimum tushganligi, minimum narxi masalan $205 $5ga tushdi va maksimum $508gacha ko'tarildi. Bular hammasi nazariy darslar qizlar. U nima, bu nima, bu qaysi, u qaysi degan ma'noni beradi. Boshlanishida hamma shunaqa siz bozorning mohiyatini tushunishingiz uchun shunaqa nazariy darslar o'tiladi. Endi ko'tarilish shamini aytamiz. Demak, bu yashil shamimiz ko'tarilish shami. Buqa shami deb ataladi. Bu narxni ko'tarishga xizmat qiladigan yashil sham. Mana. Va grafik ko'rinishida tushuntirib ketaman. Mana bu tana va shpilkadan iborat bo'lgan qizil sham. Qizil shamimizni mana narxni pastga tushirishga xizmat qiladi deb strelka qilib qo'yibdi. Ochilgan narxi 590. Ochilish narxi, ochilish vaqti 10:00. Yopilish narxi esa 591 narx. Sent. Yopilish vaqti 16:00. Demak, bu 10:00da 597 narxdan ochildi-yu, 16:00gacha 4 soat davomida 591 narxgacha tushdi. Minimumi yuqorida, masalan, 599 uni minimum narxi, chunki narx tushirish uchun minimumni tepaga yozib qo'yibdi. Keyingisi maksimumi 587gacha narxni olib tushganligini ko'rsatyapti. Keyingi shamimiz yashil sham. Bunda ochilish narxi pastda bo'ladi. 10:00da 586 sentdan ochildi deyapti. Va 16:00ga yopilish vaqtiga kelib 597 sentga tushdi deb aytyapti. Tushundinglarmi? Taymda shamlar 1 minutda shakllanishini ko'rasizlar. Masalan, qizil sham ochilib turibdi, mana. Pastga narxni olib tushishga xizmat qilyapti. Narx tushyapti mana. Ko'ryapsizlar? Mana bu yerda o'zi vaqtini yozib qo'ygan. 31 sekund qoldi deyapti. Demak, har bitta sham 1 minutda shakllanadi. Hozir time frame'lar degan mavzu o'tib beraman. Shunda yana ham tushunib olasizlar. Mana narx tushib ketyapti, qaranglar. Hozir agar yashil bo'lib narx ko'tarilsa, bu birdaniga pul sotib oluvchi paydo bo'lsa, yashil bo'lib pastdan tepaga qarab harakatlanadi. Hozir bu qizil sham ayni insonlar sotishda bo'lgan narx tushyapti. Mana 1 minut vaqt qoldi. Endi yangi sham ochiladi mana. Endi ko'rasizlar? Har bir maksimumga chiqib tushganda o'zidan shpilka qoldiryapti. Balkim qizilga ham aylanib ketishligi mumkin. Uni hech kim bilmaydi. U savdo amaliyot davrida mana narx yuqoriga ko'tarilib ketyapti, yashil sham bo'lib, ko'rdinglar? Pastdan ochildi, yuqoriga qarab harakatlanyapti. O'zini vaqti tugagandan keyin yana yangi sham ochiladi. Xullas, bozor mana shu ikkita shamdan iborat. Birinchisi yashil sham va qizil sham. Bu shamimiz umumiy holatda 3 qismga bo'lib olamiz. Har bitta shamni 3 qismga bo'lib olamiz. Endi matematik jihatdan aytadigan bo'lsam, bu 0, teng o'rta qismi buni 50% 0,5 va eng yuqori qismi uni 100% deb ta'riflanadi. Yozib qo'yaman. 100%. Har bitta shamni 100%lik sham sifatiga bo'lib olamiz. Ikkinchisi uni 50%. Mana teng yarmi va eng oxiri 0. 0. Xohlasanglar 1 qilishinglar mumkin. Bozorda shamlar asosan tanasi bilan ajralib turadi va eng ahamiyatli qismi
uni tanasi va shpilkalari ham ahamiyatli, lekin asosan biza tanaga qarab uni qaysi yo'nalishda va qanday sham ekanligini bilib olamiz. Tushuvchi shammi yoki ko'tariluvchi shammi? Demak, tushuvchi shamga men ayiq deb yozib qo'yaman. Mana tushunishinglar uchun, demak, tushish trendi, ayiq trendi yoki ayiq shamlari deb atardik. Demak, ayiq shammi deb qo'yaman. Demak, aytdikki, birinchi darsimizda ayiq shamlari har doim qizil bo'ladi dedik, lekin ahamiyatiga keladigan bo'lsak, ranglar ahamiyatsiz bo'lib qoladi. 100% va 50% o'rtasi bu umumiy holatda buqa shami hisoblanadi. Endi agar shamlarni ko'rdinglar, bozorda har xil hajmli shamlar bor. Biza asosan hamma shamni 100% sham deb olib, uni tartiblaymiz. Agar u 100% tanaga ega bo'lsa, demak uni rangi ahamiyatga ega bo'ladi va 100% sham bo'lgani uchun bu qizil va tushishga ishora qiladi. Agar sham 100% yashil sham bo'ladigan bo'lsa, shpilkasi bilan birga, unda bu ko'tariluvchi buqa shami deb aytdik, to'g'rimi? Mana. Endi bozorda bunaqa logika ham bor. Masalan, tanasi 100 va 50 oralig'ida yopilgan qizil sham bo'lib chiqdi. Mana. Mana bunday shpilkasi uzun, lekin tanani o'zi 50 va 100 o'rtasiga yopildi. Bu sham bizaga buqa shamiman, lekin rangim qizil degan mantiqni beradi. Chunki uni tanasi asosan buqa tarafiga yopilgan. Mana. Ko'tarilishim kerak edi. Qizil sham bo'lsa ham, buning tanasi 100 va 50 oralig'ida bo'lganligi uchun bu buqa shami deyiladi. Endi agarda u yashil bo'lsa-yu, lekin 0 va 50 oralig'ida bo'ladigan bo'lsa, demak bu ayiq shami hisoblanadi. Bozorda shamni hajmi ahamiyatga ega va biz sham hajmiga qarab uni qanday vazifa bajarishligini bilib olishimiz kerak. Shunaqa sham chiqqandan keyin narx tushishligini bildiradi. Ba'zilar yashil sham chiqdi, narx oshadi deb kutib turadi, lekin bundan keyin bozor trendi tushishga o'tib ketadi. Keyingisi, masalan, 70% sham bo'lsa, 70% sham rangiga ahamiyat qiladi. Demak, yashil bo'lsa, u tushishga olib keladi. Mana, ko'tarilishlikka olib keladi. Chunki tanasi umumiy 70% tashkil qilyapti-da. Ba'zi holatlarda umuman tanasi kichkina shamlar ham bo'ladi. Hozir ko'rib chiqaman. Qanaqa holatda? Mana bunaqa neytralniy holatda mana. 50% o'zida turadi. Bular noaniq shamlar deb ataladi va bunaqa shamlardan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki bular yoki ko'tarilaman yoki tushaman degan sizga izohni beradi. Bunaqa vaziyatlar asosan trendni butkul o'zgarib ketishiga olib kelishi mumkin. Buni demak noaniq sham yozib qo'yamiz. Mana. Noaniq sham. U qizil bo'lishi ham mumkin. Noaniq shamlarimiz qizil holatda ham kelishi mumkin. Har xil hajmli shamlarni uchratasiz bozorda va ularning hammasini tana vaznini 100% deb olib, ikkita shpilkasidan shpilkasiga liniya tortib va uni 50-100 qilib bo'lib olib, uni qaysi tarafga, ya'ni buqa shamimi yo ayiq shami ekanligini aniqlay olishingiz mumkin bo'ladi. Bu demak bugungi mavzumizning ikkinchi bo'lagi, demak shamni ahamiyati.
Shamning asosiy ahamiyati uning rangiga emas, asosan hajmiga qarab o'lchanar ekan. O'zini xususiyati bor. Masalan, mana bu yerda bitta yashil sham kelgan. Bu ko'rib turibsizlar, tanasi yirik va 100% shamga to'liq misol bo'ladi. Bu shamdan keyin bozor ko'tarilishga olib kelgan. Lekin mana bunaqa o'zi uzun shpilkalik, mana. Lekin tanasi pastga qaragan, mana bu shamimiz tanasi 50% dan pastda yopilgan. Mana bu va bozor pastga tushishligiga ishora bergan. Ayni shu shamdan keyin bozor pastga tushishni boshlagan. Bunda esa ayni shu shamdan keyin bozor yuksalishni boshlagan. Bular bilan savdo qilmaymiz, lekin bularni bilishinglar kerak bo'ladi, chunki bular savdo amaliyotida qo'llaniladigan vositalar hisoblanadi. Shamni to'liq bilishinglar uchun bu narsani o'tishimiz shart. Sham patternlari, ya'ni shamning shakllari mavzusini o'tamiz. Bu mavzu barcha treyderlar uchun muhim va ko'p foydalanadigan darslardan biri. Buni oldingi kurslarimizda o'tmaganmiz. Chunki bu narsadan ko'p foydalanmagandim. Bugun sizlarga yangi mavzu sifatida buni o'tib bermoqchiman. Demak, sham patternlari degani shamni ko'rinishlari xususida sizni entry qilishingiz uchun, ya'ni savdoga kirishingiz uchun yoki savdodan chiqishingiz uchun bu shamlarni ko'rinishi ham muhim bir signal sifatida ishlatiladi treyderlarda. Biz bularni hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, mana kartinkamizni joyladim TradingView ichiga. Demak, birinchi ko'rinishga e'tibor beramiz. Bullish inversion deb yozilgan. Demak, bu yerda e'tibor bersangiz, qizil shamimizda hajmi kichkina, yashil shamimizga hajm kirgan. Ya'ni hajmli va hajmsiz shamlarni o'tdik. Mana shunda e'tibor bersanglar, yashil bu bizani sotib olish talabga bo'lgan nimaning narxning yuqoriga ko'tarilishini bildiradi. Demak, biz mana shunaqa ko'rinishda ikkita sham kelganini ko'rganda, bu ham bir strategiyalik analizlarimizga bir signal sifatida narx ko'tarilayotganini bildiradi. Ikkinchi shaklimiz Morning Star, ya'ni tong yulduzi degan. Bu yerda ham e'tibor bersanglar, qizil sham pastga narxni itarishga harakat qilgan. Undan keyin hajmsiz, ya'ni neytralniy sham chiqqan va hajm kirgan. Biza ham mana bunaqa ko'rinishlarda bemalol longga, ya'ni narx oshishligiga savdoga kirishligimiz mumkin. Bullish pin bar, bu degani buqalar pin bari. Xuddi mana shunaqa pin bar degani bolg'achasimon shaklda bo'ladi. Yuqorida kichkina tana, bolg'aga o'xshagan hajm qismi va keyingi shpilkalari juda uzun holatda bo'ladi. Bolg'asi yuqorida bo'lganda shunaqa signallar kelib qoladi. Narx mana shunaqa ko'rinishga kelgan holati bo'lsa, bilamizki, bu ham buqalarning ustunligi va bozor yuqoriga ko'tariladi degan ma'noni bildiradi. Yana bittasi bullish harami. Bu yerda ham narx tushyapti deb sizga ishora beradi-yu, lekin bunga nisbatan yashil shamning tanasi kichkina bo'ladi va kichik yana yashil tanalar bilan narx oshishligiga ko'mak beradi. Bu yerda ham talabni yuqori ekanligi, ya'ni narxning yuqoriga ko'tarilishligini ko'rishimiz mumkin. Endi esa tushishga ishora qiluvchi shamlar xuddi mana shu shamlarning teskari ko'rinishda bo'ladi. Ayiq trendida, ya'ni bizda ko'tarilish trendida savdo qilayotgan edik. Birdaniga yashil shamimizni hajmi kichraydi va qizil shamga katta bosim bilan hajm kirdi. Bu degani bizga narxning tushishligini bildiradi va savdo stilkalarini yopishimiz uchun mana shu ko'rinishlarni o'zi yetadi. Ikkinchisi Earning Star, ya'ni yulduz nomini olgan. Bu ham yashil sham
o'rtada neytralniy yashil sham va kuchli katta hajmli narx tushishi uchun xizmat qiladigan qizil shamimiz. Bu ham bizga ishora beradiki, hozir bozorda narx keskin tushish arafasida ekanligini. Keyin bearish pin bar, ya'ni ayiq pin bari. Ayiq pin bari xuddi buqa pin bari kabi, faqat uning o'sha tanasi pastki qismda shpilkalari yuqoriga qarab otilgan bo'ladi. Pastida esa kichik shpilkasi bor. Hajmi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bearish harami. Bu yerda ham siz o'syapti deb o'ylaysiz, lekin 4 soatlik, 1 soatlik kunlik time frame'larga qarasangiz, bozor o'sib turgan holatda bitta qizil sham chiqib qolishligi va keskin narxni tushirishligiga olib kelishligi mumkin. Bu asosiy pattern shakllarimizda. Sizlar bulardan chartlarda bemalol. Demak, mana aytdikki 3 ta evening star bo'ladi dedik. Ya'ni narx ko'tarildi, o'rtada bitta pin bar hosil bo'ldi va narx keskin tushdi. Mana shu holatda mana shu uchala shamimiz evening star, morning startga misol bo'ladi. Yoki mana evening startga mana bu misol bo'ladi. Bu yerda nima bo'lyapti? Hozir holatni kattalashtirib sizlarga ko'rsataman. Demak, bozorda keskin tushdi va bitta pin qizil shamdan keyin bitta pin bar sham va narx yana o'sha narxdan ham yuqoriga ko'tarilgan holatda yuzaga keladi. Yo bo'lmasam o'sishda signal berishdan oldin aytdikki, kichkina sham va undan keyin hajmli sham chiqishligi mana bu yerda. Juda ko'plab shu shamlarga misollar topishinglar mumkin, o'zinglar uchun bilib qo'yishinglar